Assalomu alaykum barchaga. Anchadan beri demak bizning YouTube sahifamizda videolar joylanmagandi. Aynan anchagina, ya'ni chekinishlardan so'ng birinchi videoni sizlarga demak taqdim etishni boshladik. Bugungi asosiy videomizning mavzusi aynan Bitcoin va tillarning tahlili bo'ladi. Undan tashqari aynan haftaning oxirlariga yaqin harakat qilamiz. Bir haftada sizlarga kamida 2 ta, ko'pida esa 3 tagacha demak kontent taqdim etishga harakat qilamiz. Ya'ni kontentlarimizning asosiy birinchi qismi aynan bozor tahliliga asoslangan bo'ladi. Ya'ni haftaning boshida asosan bozor tahlili bo'ladi. Undan tashqari haftaning oralarida iqtisodiy tahlillarni ham imkon qadar shakllantirishga harakat qilamiz. Undan tashqari hafta oxirida aynan bozorni tahlil qilishingizga yordam beradigan, savdo bitimlaringizni ochishda ko'maklashadigan bir nechta demak strategiyalar, undan tashqari bir necha xil demak patternlar haqida ham bir nechta demak darsliklarni asta-sekinlik bilan sizlarga taqdim etishni boshlaymiz. Qanaqandir fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa yoki o'zingizdagi mulohazalar yoki videoning ichidagi qanaqandir sizga tushunmovchiliklar yoki yoqimsiz nuqtalari bo'ladigan bo'lsa, kommentariya nuqtalarida bemalol demak o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Biz esa asta-sekinlik bilan bugungi asosiy mavzuyimizning qismini boshlab olamiz. Bugun sizlar bilan aynan birinchi navbatda tillarning tahlilini boshlab olamiz. Ya'ni bir kunlik time frame da tilla asosan demak qaysi nuqtalarga qarab turib harakatlanishi kutilayotganligi 4 soatlik time frame va undan tashqari 1 soatlik time framelarda biz biladigan tilla qanaqangi harakatlarni shakllantirishi bo'yicha demak bir nechta ma'lumotlarni ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak mana bu ekranda ko'rinayotgan chiziqlar aynan bizning Telegram sahifamizda tahlillar tashlangandi va aynan demak tilla biz kutgan narx harakatlarini ko'rsatib berdi, lekin yuqorida ko'rsatilgan o'sha FVG nuqtalarini to'ldirmaganligini guvohi bo'ldik va narx pastda ko'rsatilgan mana bu nuqtalarda asosiy demak sell side likvidlarni demak kelib turib yechganligini guvohi bo'ldik. Hozirda tilla demak bizda agressiv, impulsiv harakat, kuchsiz korreksion harakatdan so'ng yana bir agressiv, asosiy impulsiv harakatlarni shakllantirdi va hozirda mana bu nuqtalarda shakllangan likvidliklar yechilganidan so'ng asosiy bir kunlik time frame da tillada ana endi agarda kichikroq time framelarda, ya'ni qaytish nuqtalari ko'rinadigan bo'lsa, aynan narx mana bu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalarimizga ham qarab yaqinlashini yoki harakatlanishini birgalikda guvohi bo'lamiz. Ya'ni mana bu nuqtalarda demak qolib ketgan bozordagi bo'shliqlar mavjud va mana bu yuqorida shakllangan bo'shliq mavjud. Mana shu nuqtalarga demak asosan narx harakatlanishi kutiladi. Ya'ni qaytish nuqtalari shakllansa bir kunlik time frame da aynan biz tomonimizdan mana shu imbalanslarga qarab harakatlar kutiladi yoki keyingi bo'ladigan ssenariy aynan mana shu nuqtalarda rastorgovka deyiladi, ya'ni flatlarning shakllanishi kutilishi mumkin bo'ladi. Bu nuqtalarni vaqtinchalik o'chirib qo'yaman. Endi asosan demak yuqorida ham bizda likvidliklar mavjud, lekin narx agressiv ravishda tushuvchan harakatlarni shakllantirayotganligi sababli aynan narxning tushuvchan ya'ni harakat shakllantirishi asosan kutiladi va qisqa korreksion harakatlaridan so'ng qaytish nuqtalari kuzatiladigan bo'lsa kunlik time frame da tahlillarimizni Telegram sahifalarimizga berib boramiz. Aynan shu nuqtalarda narxning keyingi tushuvchan harakatlariga birgalikda guvoh bo'lamiz. Ana endi 4 soatlik time framelarga yuzlanamiz. 4 soatlik time framelarda bizda qanaqangi harakatlar shakllanmoqda. Ya'ni 4 soatlik time framedagi narx harakatlarini ham demak aynan bizdagi Telegram kanallarda tashlanganda va narx aynan biz kutgan harakatlarni ko'rib turganingizdek demak ko'rsatib berdi. Ana endi aynan narx mana bu nuqtalarda shakllanayotgan FVG nuqtalarimizdan qaytish nuqtalari shakllantirish kutilgandi va aynan mana shu FVG nuqtalaridan narx tushuvchan harakatlarni bizda shakllantirdi. Endilikda bizda narx korreksion harakatlaridan so'ng agressiv, impulsiv o'suvchan harakatlar, ya'ni tushuvchan harakatlarni shakllantirdi. Undan tashqari narx mana bu nuqtalarda shakllanayotgan bizdagi industriyalarimizni buzib o'tganligidan so'ng bizda demak aynan 4 soatlik time frame da impulsiv harakat to'xtab, ana endi korreksion harakatlar shakllanishni boshladi. Endi asosan bizda 4 soatlik time frame da korreksion harakatlar boshlangan bo'lsa ham hozirda eng yaqin narxning demak harakatlanish kutilayotgan nuqta bu aynan mana bu nuqtada shakllanayotgan maksimum nuqtalarning buzib o'tilishi. Ya'ni narx mana bu yerdagi impulsiv harakatdan so'ng qisqa korreksion harakat va keyingi impulsiv harakatlarda aynan mana shu maksimum nuqtalarni kelib turib buzib o'tishi kutilmoqda. Ya'ni 4 soatlik time frame da narx korreksion harakatlarida mana bu nuqtalarni buzganligidan so'ng aynan mana bu nuqtalarda shakllanayotgan, ya'ni e'tibor qaratasiz, mana shu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalarimiz mavjud. Ya'ni mana bu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalarimiz mavjud. Mana shu imbalans nuqtalarimizda, ya'ni aynan mana shu nuqtalarda
4H deb belgilab ketaman. Ya'ni mana shu nuqtalardagi imbalanslargacha balkim narx harakatlanishi mumkin. Ya'ni o'zi asli tendensiya bizda tushuvchan, ya'ni shu vaziyatlarda asosan narx mana shu nuqtalardagi imbalanslarga qarab turib harakatlanishi kutiladi. Ya'ni 4 soatlikdagi asosiy ikkita targetimiz mana bu nuqtada shakllanayotgan maksimum nuqtamiz bilan mana bu nuqtada shakllanayotgan imbalanslarimizga qarab turib harakatlanishi kutilmoqda. Bu harakatlar asosiy harakat emas, bu harakatlar bozordagi korreksion harakatlar sanaladi. Endi aynan 1 soatlik time frame ga endi asta-sekinlik bilan kirishni boshlaymiz. 1 soatlik time framelarda bizda narx harakatlari qanaqangi shakllanayotganligini ham birgalikda kuzatamiz. Imkon qadar tahlillaringiz davrida mana shunaqangi, ya'ni chizmalaringizni hammasini mana bu sizlarda control bo'ladi yoki agarda MacBookda bo'ladigan bo'lsa command tugmasini bosib turib mana bu chizmalaringizni barchasini belgilab olasiz va belgilangandan so'ng nastroyka bo'limiga o'tib videomizga kirib imkon qadar mana shu bo'limdan chizmalaringizni ya'ni o'chirib kunlik time framelardan haftalik barchasidan o'tirib faqatgina mana shu siz qaysi time frame da to'xtagan bo'lsangiz mana shu time frame ga imkon qadar belgilab olish tavsiya etiladi. Nima uchun deganda sizdagi chizmalar 1 soatlikda ham kunlik time framelarda ham ko'rinmasligi uchun. Endi demak 4 soatlik time frame dagi narx harakatlarini ko'rdik. Ana endi sizlar bilan demak 1 soatlik time frame dagi narx harakatlarini asta-sekinlik bilan kuzatamiz. Endi narx bizda demak mana bu nuqtalarda instrumentlarimizni buzib o'tganidan so'ng narx bizda demak agressiv, impulsiv harakatlar shakllantirdi. Impulsiv harakatlardan so'ng aynan narx mana bu nuqtalarda shakllangan demak imbalanslarni qoldirib ketgan edi. Va narx ko'rib turgan bo'lsangiz aynan bizdagi mana shu imbalans nuqtalarimizni to'ldirganidan so'ng narx bizda demak qaytish nuqtalarini shakllantirdi. Ya'ni qaytish nuqtalarini shakllantirganidan so'ng aynan narx mana bu nuqtalarda bizda demak yana bir imbalans nuqtalarimizni shakllantirgan. Mana bu nuqtalarda ko'rib turishingiz mumkin. Mana bu nuqtalarda demak bizda yana imbalans nuqtalari mavjud. Mana shu imbalans nuqtalaridan yoki mana bu nuqtalarda shakllanayotgan aytaylik ya'ni mitigation block nuqtalarimizdan narx demak bizda keyingi o'suvchan harakatlarni shakllantirishi mumkin bo'ladi. Ya'ni shu nuqtalardan keyingi mana bu maksimum nuqtalarni buzib o'tilishi va o'sha yuqori nuqtalarda sanab o'tilgan mana bu nuqtalarda qoldirilgan imbalans nuqtalari mavjud. Ya'ni mana bu nuqtalarda imbalanslar mavjud. Mana shu imbalanslargacha qarab narxning harakatlanishini balkim guvoh bo'lamiz. Ya'ni likvidliklarga qarab turib va asosan narx demak bizda mana shu imbalanslarga qarab turib harakatlanishi asosan kutiladi. Ya'ni bizda shakllanishi kutilayotgan ikkitagina target mana shu nuqtalardan narx reaksiya olib, birinchi diapazonda demak narx kelib mana bu maksimum nuqtalarni buzib o'tishi, keyingi nuqtalarda esa ya'ni mana bu nuqtalarda mana shu nuqtada shakllangan likvidliklarni buzib o'tishi va undan tashqari mana shu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalarimiz mavjud. Ya'ni F va G nuqtalarimiz bor. Bu demak bizdagi o'sha 1 soatlik time frame da shakllanayotgan imbalanslar. Endi demak bizda ikkita asosiy targetimiz bor. Mana shu ikkala target asosiy hozirda bizda demak narxni o'suvchan harakatlarga shakllantirishi kerak bo'lgan nuqta. Ya'ni pastki nuqtalarga shakllanishi yoki harakatlanishi nima uchun kutilmayapti? Aynan mana bu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalar to'lgandan so'ng asosan narx demak bizda keyingi o'suvchan harakatlarni shakllantirish kutilmoqda. Ya'ni asosan mana shu tilladagi 3 ta time frame dagi narx harakatlari shulardan iborat. Ana endi sizlar bilan aynan Bitcoin'dagi tahlillarga yuzlanamiz. Bitcoin'da ham imkon qadar birinchi navbatda kunlik time framelardan boshlab olamiz. Imkon qadar katta time framelardan kichik time framelarga qarab turib tahlil qilishni imkon qadar o'zingizga odat qiling. Endi aynan narx bizda mana bu nuqtalarda shakllanayotgan o'zi asli tendensiya bizda to'liqligicha tushuvchan tendensiyalarni shakllantirmoqda va mana bu nuqtalarda bizda narx demak korreksion harakatlarni shakllantirdi. Narx mana bu nuqtalardagi likvidliklarni yechganidan so'ng narx bizda demak keyingi mana maksimum nuqtalarni yechganidan so'ng keyingi harakatlarda narx kelib mana bu nuqtadagi demak kuchli bo'lgan minimum nuqtalarni buzib o'tilishi kutilgan edi, lekin narx mana bu nuqtada shakllangan imbalansimizni to'liqligicha to'ldirganidan so'ng bizda qaytish nuqtalari ko'rsatdi va bizda hozirda aynan bu nuqtada ikkita diapazon mavjud. Ya'ni birinchi nuqta bizda demak aynan mana bu maksimum, ikkinchi nuqtada aynan demak mana shu bir kunlik time frame da shakllanayotgan mana bu yerda imbalansimiz bor. Mana shu imbalanslarni narx kelib
to'ldirishi asosan demak bizda kutilmoqda va agarda narx o'sish jarayonida qanaqadir qaytish nuqtalarini ko'rsatadigan bo'lsa, bozorning tendensiyasi to'liqligicha tushuvchan ekanligi sababli keyinchalik tushish, ya'ni tushuvchan tendensiya bo'lib qanaqadir kirish nuqtalarini topishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir kunlik time frame da asosan demak narx mana shu ikkita targetimizga qarab harakatlanishi kutilmoqda. Endi 4 soatlik time frame ga yuzlanamiz. 4 soatlik time frame da bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi kutilmoqda. Xo'p, 4 soatlik time frame da bizda narx demak agressiv tushuvchan harakatlardan so'ng bizdan demak narx tushuvchan harakatlarni shakllantirdi va mana bu nuqtalarda shakllanayotgan indusementlarimizni buzdi. Ya'ni mana bu nuqtalardagi indusement nuqtalarimizni buzib o'tgandan so'ng narx bizda agressiv, impulsiv harakatlarni shakllantirmoqda va keyingi harakatlarda bo'lishi mumkin narx mana shu nuqtada shakllanayotgan to'g'ridan to'g'ri demak maksimumdagi demak likvidliklarni yechishi mumkin va likvidlikning oldida aynan demak mana bu nuqtada imbalanslarimiz borligi sababli aynan birinchi target bizda demak aynan mana bu maksimum nuqtalarining buzib o'tilishi bo'ladi. Tushunarli? Ya'ni mana bu to'liqligicha bizda tendensiya tushuvchanligi sababli narx qisqa korreksion harakatlarda mana shu imbalanslarni to'ldirganidan so'ng agarda narx qanaqadir qaytish nuqtalari ko'rsatadigan bo'lsa, keyingi kirish nuqtalaridan aytaylik, savdo pozitsiyalarini ochsak, masalan narx keldi bizda qaytish nuqtalarini ko'rsatdi va masalan qanaqadir flow nuqtalaridan kirganimizdan so'ng mana bu nuqtadan kirdik. Mana bu nuqtalarda aytaylik stop losslarimiz va bizdagi asosiy take profitlarimiz aynan mana shu nuqtalarda ya'ni shakllanadi yoki mana bu pastki shakllanayotgan likvidliklarga qarab turib narxning harakatlanishiga birgalikda demak o'sha nuqtalardan so'ng guvohi bo'lamiz. Endi 1 soatlik time frame ga kirishni boshlayman. 1 soatlik time frame da bizda qanaqangi narx harakatlari shakllanishi kutilmoqda. 1 soatlik time frame da narx demak bizda asosiy ekstremumlarni buzib o'tgan, ya'ni kuchli nuqtalarni bizda buzib o'tgan, kuchli nuqtalar buzib o'tilganidan so'ng bizda demak narx bizda agressiv o'suvchan harakatlarda o'sha 4 soatlik time frame da ham qolib ketgan o'sha imbalanslarni shakllantirganda mana bu impulsdan so'ng korreksion harakatlarda asosan biz tomonimizdan kutilgan target aynan mana bu imbalanslarni narxning to'ldirishi kutilgandi va narx bizda bu imbalans emas, aynan mana bu nuqtalarda shakllanayotgan demak imbalanslarga o'xshash nuqtalardan demak bizda qaytdi, ya'ni bu nuqtalarni inside barlar deydi. Inside barlardan demak narx asosiy reaksiyalarni ko'rsatib, keyingi demak asosiy o'suvchan harakatlarni bizda shakllantirmoqda. Va mana bu nuqtada e'tibor qaratasizlar, narx kelib bizda mana bu minimum nuqtalardagi demak mana bu minimum nuqtalardagi likvidliklarni yechdi va keyingi nuqtada narx bizda mana bu nuqtalardagi qaytish nuqtalarini ko'rsatganidan so'ng, ya'ni mana bu nuqtalarda demak bizda qaytish nuqtalari shakllantirdi va bizda mana bu minimum nuqtalar bir-biridan pastda ekanligi uchun bizda demak mana bu qaytish nuqtalari shakllandi va narx bizda aynan mana bu nuqtalarda shakllanayotgan imbalans nuqtalarimizdan keyingi demak reaksiyalarni olgan, ya'ni bir marta va keyingi harakatlarda kelib yana bir marta agarda reaksiya oladigan bo'lsa, shu nuqtalarning o'zidan to'liqligicha aynan mana bu buy side likvidlarga qarab turib va undan tashqari mana bu yuqorida shakllanayotgan imbalanslarga qarab turib narxning asosiy harakatlanishi kutiladi. Ya'ni imkon qadar ko'rsatib berishga harakat qilaman. O'zi narx kelib bir marta demak reaksiya ko'rsatmagan ekan, kuzatamiz. Agarda narx kelib mana shu nuqtalardan qanaqadir reaksiyalar oladigan bo'lsa, keyingi nuqtalardan demak mana shunaqangi stop losslar va mana shunaqangi take profitlarni joylab turib tendensiyasi bo'ylab savdo pozitsiyalarini ochib borish aslida mumkin bo'ladi. Ya'ni asosiy demak Bitcoin bo'yicha tahlillarimiz ham shulardan iborat va imkon qadar sizlarga o'sha tillarning tahlillarini va Bitcoinning tahlillarini 3 ta time frame da qilib berishga harakat qildim va asosiy biz tomonimizdan kutilayotgan targetlarni ham sizlarga ko'rsatib berishga harakat qildim. Imkon qadar o'z fikrlaringizni aynan kommentariyalarda bildiring. Undan tashqari har bir kommentariyaga shaxsan o'zim tomonidan javoblar beriladi va aynan bizning Telegram kanallarimizda sizlarga manfaatli bo'ladigan foydali postlar, undan tashqari forex bo'yicha tahlillar, kripto bo'yicha tahlillar, undan tashqari audio podkastlar ham sizlarga manfaatli bo'ladigan ko'pgina ma'lumotlar aynan Telegram sahifalarimizda sizlarga taqdim etilmoqda. Aynan Telegram sahifamizning silkasini aynan videoning pastki shapkasiga demak qoldiraman. Keyingi tahlillarimiz uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.